O'sha uchun bugun biz sizlar shu o'yinni o'ynab o'tamiz. Gapni ko'pchilmasa o'yinni boshladik. Qani ketdik. Hop. This is Crown Childcare, the gold standard in babysitting. You have one new client message. Oh, hello. I'd like to book a sitter for my little prince. It's for 3 nights. You just need to feed him and put him to bed. Easy peasy. His bottle's in the fridge. The address is apartment 10, Pigeon Towers. And the keys under the passport. Take care. Thanks. Hech tushunmadim. Direct on the right on side screen to'g'ri qimlatyapti mencha. O'tib tursa bo'lar ekan. Grafikasi ajoyib. Ulaman. Hop. Mana shu ishga kirish kerak. Shunga kirish kerak adashmasam. Saqatgacha biron chiqadi. Biron kishi gapmayapti-yu. Hello. Chiqa qoling endi. Boshidan chiqish kerak mana bu yerdan. Mana bu yerdan qaytib tushish kerak pastga. 24. 24 ga tashlashmiz. Mana bu yerdan. Yo'q, bu ham qulf. Bu ham qulf. To'g'ri eshik bor ekan. Bu ham qulf. Bu eshigimiz ham qulf adashmasam mana bu eshik bo'lishi kerak. Mana shu eshik bo'lishi kerak adashmasam. Bu ham qulf ekan. Nima qilish kerak? Zona uchalsa, bunda zona bor ekan. Hozir chiqishlar. Ko'rib tashladi yuzimizdan. Nima qilishga qaysi ishim chiqmayapti, tushunmayapman. Mana musullardan biron nima bo'lmagan. Hayır. Sen ishlamayapsan. Juda qo'rqinchli mavzu, noqulay olishdi degan juda g'alati. O'ta g'alati. O'tirib olishadi, men bitta xat bu olib bermayapti. Eshik ochilmayapti. Keyin mana shu eshik bo'lishi kerak deb o'ylayapman. Mana bu yerda nimadir degan enter the apartment. Nima bo'lyapti bitta 353-8841. Liftimiz ham ishlamayapti, buzilgan lift ekan. Qanaqadir anomaliya bormi yoki? Anomaliya topish kerakmi o'yinda? Bu o'yinni tartibini ham bilmayman. O'yinni ham ko'rganim ham yo'q. Endi bir chat o'ynab ko'ryapman.